Qamoqxonaga ham kelib oldim. Hammasizlar do'stlar, men otim Kompot. Yangicha yaxshi kelibsizlar do'stlar. Men qamoqxonaga kelyapman. Nimaga desanglar, o'zingizlar video davomida hammasini ko'rib olasizlar. Kompot siz ichkarida kutishyapti, tezroq kiravering. Bo'ldi, ketyapman. To'xtang, qilich qoldirib keting. Qanaqa ko'rdinglar? Buni internetda qilish borligini mana oling. Bo'ldi, endi men ketdim. Hammasi gaplashilib bo'lgan do'stlar. Uchrashuv bo'lgan o'sha politsiyskilar bilan. Men o'shaning uchun tezroq kelishim kerak. Xo'p, qani nanu kabinet endi. Kompot tezroq kela qoling, men sizni kutishyapti. Bo'ldi, hozir kiraman. Mana mashxonadami? Davay bo'lmasa ochamiz, davay boshlaymiz. Hammaga salom. Kompot, o'rtoq, men xursandman seni ko'rishdan. Rahmat, sen kattakon, sen meni obunachilaringga ko'rsatib, obunachilaring ham menga rahim qilishdi. Men bunaqa video olib ketgandim, esingdami? Rahmat, sen kattakon meni oldimga kelganingga, Kompot. Ha, albatta esimda jinoyatchi. Eslaysizlarmi buni? Meni kanalimda bunaqa video bor. Buni jinoyatchini ko'rgansizlar, kamerasini ham ko'rgansizlar. Qanaqa g'alati holatdaligini. Bugun bu kamerani men tuzatishga keldim. Hozir sizlarga ko'rsaman qanaqa joyda bu yashagan. Men juda ham g'alati joyda yashardim, Kompot. Rahmat, sen kattakon, menga remont qilib berar ekansan deb eshitdim. Men juda ham xursand bo'lardim. To'xtang. Birinchi bo'lib bizlar bilan gaplashishingiz kerak. Biz militsiyamiz-ku. Ha, bo'ldi, politsiyskilar. Xullas, men buni uyni ta'minlashga keldim. O'sha katta politsiyskilar bilan gaplashib bo'lganman bu narsa haqida. Lekin nimaga siz bunga remont qilib berasiz? Bu juda ham g'alati odam-ku axir. G'alati bo'lsa ham buni tarbiyasi buzilmaz-zato yaxshi odam. Bilaman jinoyatchiligini, lekin bunga dars o'tish uchun yaxshiroq joyda yashash kerak. Odam-ku bu axir. To'g'ri, gapingizda jon bor lekin. Bo'ldi, bo'lmasa bu jinoyatchi yaxshi joyda yashash kerak. Bo'ldi, biz sizga unda 3 soat vaqt beramiz. Agar shu vaqtni juda ham zo'r qilib ta'mirlab bersangiz, biz sizdan o'rni olib qolgan o'g'irlagan xuddi shunaqa qilib ta'mirlab beramiz xonasini. Ha, zo'r shunaqa qilsanglar, lekin menda ruxsatnoma kerak-da. Ruxsatnomam yo'q, menda hamma narsani olib kirishga bu yoqqa. Bo'ldi, mana sizga ruxsatnoma, xohlagancha narsa olib kirasiz, ta'mirlab bersangiz bo'ldi. Voy, Kompot, men anchadan beri yig'lamayotgandim boru. Voy, menimcha men yig'laveryapman. Rahmat, sen kattakon ta'mirlab berayotganingga juda ham yaxshi odam ekansan sen. Yo'q, jinoyatchi, nimaga yig'laysan? Odam qilgan ishni odam qiladi. Yo'q, bo'pti, umsa hamma narsani olib kelishga ketdim. Men kerak narsalar, instrumentlar kerak menga qara. Men zo'r qilib ta'mirlab beraman xonangni. Voy, Kompot, ko'zim yosh kelib ketdi. Rahmat, sen kattakon, juda ham zo'r odam ekansan. Ha, bo'ldi, bo'lmasa obunachilarga ham rahmat deysan. Men ketdim, politsiyskilar, men narsalar olib kelay, instrumentlarni bo'lmasam. Bo'ldi, bo'lmasa mana men ruxsatnomalarni olib keldim. Oldim ruxsatnomalarni, men ketdim endi o'zimni qishlog'imga narsalar olib kelishga. Menda hujjatlar bor, qilichimni olib kelinglar menga. Bo'ldi, bo'lmasa do'stlar, ko'rgan bo'lsanglar, вообще yomon yotuvdi uni kamerasi, uni xonasi. Ana endi juda ham zo'r ta'mirlab beraman. Hozir men qishlog'imga borib hamma narsalarimni olib kelaman, keyin sizlar bilan bo'lmasa boshlaymiz xonani ta'mirlashni. Mana наконец-то men hujjatlar bor. Qanchalar bilan gaplashdim, qancha so'radim. Mana bo'ldi, maqshilomga ham borib keldim. Hamma narsalar olib kelyapman, bo'lmasa, politsiyskilar, menda hujjatlar bor hammasi, o'shaning uchun narsalar olib ketyapman. Mana menda hujjatlar bor, o'shaning uchun hamma narsalar olib kelyapman. Ta'minlashim kerak-ku axir men. Qaniydi? Kompot, tepaga chiqing, tepadamanman. Bo'ldi. Qatdan gapirdi. Eng oxirgi qavatmada adashmasam eng oxirgi qavat edi. O'sha esimdan chiqib qopti. Hamma eng oxirgi qavatdan ovoz keldi. Davay. Mana mashinada, ha, mana bidrokli. Kompot, mana mana shu qamoqxonani ta'mirlashingiz kerak. Qarang, men sizga aytib qo'yaman. Siz 3 soat vaqtingiz bor. 3 soatdan keyin men qamoqxonani olib kelaman. Hech kim bilan gaplashmaysiz, qishloqqa ham chiqishingiz kerak emas. Tushundingizmi? Bo'ldi. Hammasini tushundim. Bo'lmasa politsiyskiy 3 soatdan keyin sizlar qaytsanglar bo'ldi. O'zim sizlarni chaqiraman. Voy, o'slar ma'mulani qaranglar, hammasi yomon bo'lib yotibdi. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Mana shu sandiqlarning ichida hamma menga kerakli narsalar bor. Bo'lmasa olib tashlash kerak hamma narsalarni. Chunki bitta jinoyatchi yashaydi-ku, bu yerda ikkita kalavat bor. Bitta kalavat qo'yaman, yetadi, ko'proq joy qoladi. Axir bu eng xavfli jinoyatchi-ku, bittaga o'zi yashash kerak. Men bu rakimlarni qaranglar, nima turibdi ichida. Mayli, hamma narsalar olib tashlashimiz eski g'alati yotibdi. Nima, men qo'llarmi gapirgim ham kelmayapti. Mayli, bo'lmasa hamma narsalarni olib tashladik. Endi reshotkalarni полностью hamma narsani alishtirmoqchiman. Yana buni ichidagi rangini o'zgartirmoqchiman.
oddiy temir bo'lib turmaydi, olov rangi bo'yavoqchiman. Men reshotkalarni ham yangisini qo'yoqchiman. Chirib ketgan, qaranglar, zanglab ketgan bu reshotkalar. Xullas, remont qilamanmi, prokachka qilamanmi, o'zingizlar tushunib olasizlar. Xo'p, bo'lmasa boshlaymiz mashq qilishni. Birinchi bo'lib nima qilar ekanman? Bo'yab olaymikan, kelgan hamma narsalarni qo'yib chiqaman ichiga. Jinoyatchi juda olov rang yoqadi. Shuning uchun olov rangi bo'yavoqchiman. Olov rang yoqadi juda ham agar bilsanglar. Bo'lmasa boshlaymiz mashqlarni bo'yashni. Xo'p, mana bu o'tini bo'yaymiz, bu tarafini bo'yaymiz. Yaxshi, zo'r chiqyapti. Ana do'stlar, mana qaranglar, juda ham zo'r chiqdi-ku, olov rangli, вообще zo'r ko'p ketyapti. Shuning hamma ichidagi narsalarni ham olov rang qilishga harakat qilaman. Juda ham zo'r chiqyapti. Endi eng qiziq joyi, ichini bezatishim kerak. Bunaqa reshotkalarni ham olov rang qilib qo'ydim. Yangi zanglanib ketmagan, juda ham zo'r reshotkada. Xo'p, bu yerda zirhib qo'yaman, yana o'tirishga o'yinchalar ham qilib qo'yaman, kitoblar ham qo'yib qo'yaman, hamma kerakli narsalarni qo'yib qo'yaman. Davay bo'lmasa, sandiqda ichidagi narsalarni hammasini bu yoqqa chiqazishni boshlaymiz. Xo'p, nimalar bor ekan bu sandiqda ichidagi narsalar? Mana kitoblar, juda ham zo'r kalavat sandiq, mana momentda kelavat turaman deb turibdi-ku даже. Shaji bu yoqqa kelavat qo'yamiz, bu yoqqa sandiq qo'yib qo'yamiz, ichidagi narsalarni qo'yishga, kiyimlarni. No bo'ldi, men rakyunani qaranglar, eski rakyuna sizlar esinglar bormi qanaqa bo'lganini? Endi mana qaranglar, juda ham zo'rligini. Bu yoqqa hojatxona qo'yamiz. No bo'ldi, bu sasmaydi degan umiddaman. Bo'ldi, ana bo'ldi. Nima qo'yoqchi edim endi yana? Bu yoqqa o'yinchilar ham qo'yoqchi edim, kitoblar ham qo'yoqchi edim, lekin jinoyatchi kitob o'qish yoqar ekan. Kitob o'qishni yoqtirar ekan. Shuning ko'proq kitoblar qo'yib tashlaymiz. Ham bu yerda chiroyli ko'rinadi, to'g'rimi do'stlar? Mana komfortli-ku, hojatxonaga o'tirasizlar, tepada kitobinglar bo'ladi, o'qib o'tiraverasizlar. Bu yoqqa men hali ishlaydigan joy qo'yoqchiman. Nimaga ishlaydigan joy qo'yoqchisan? Nima ishlaydi u yerda? Axir bu qamoqxona-yu, aqli joydami desanglar, albatta aqli ham joyda do'stlar. Mana bu yoqqa qo'yoqchiman, stol ham qo'yoqchiman. Hali yana narsalar bor, ustidan chiqib qopti, nima o'rganim hali. Aqlidan ozadi-yu do'stlar, faqat uxlab yotgandan ko'ra o'yin ham qo'yish kerak bu yoqqa nimadir. Mana chiroqni qaranglar zo'rligini. Bu yoqqa stol ham qo'yamiz. O'tiradi bu yerda nimadirlar. Chiroq o'chirib qoldimanmi, o'chib qoldimanmi? Xo'p, men bu yoqqa yana narsalar qo'yib qo'yoqchiman. Bu yerda chiroq chiqyapti. Xullas, bu yoqqa narsani qo'yib qo'yoqchiman yana. Bu yerda yozib o'tiradi o'zini hayotini, qanaqa depressiya yozib o'tiradi, qanaqa ko'chaga chiqib kelyapti, quyosh ko'rgisi kelyapti. Xullas, o'zi bilan nima yozishi. Bu yoqqa men budilnik qo'yoqchiman. Axir qamoqxonada budilnik juda ham kerak-ku do'stlar. Yana bu yoqqa men rasm qo'yoqchi edim. Qayerga qo'ysammikin? Mana bu devorga rasm qo'yaman. Xo'p, qanaqa rasm qo'ysammikin? Mana bu yerda rasm bor edi. Albatta do'stlar, gantaylar qo'yoqchiman bu yoqqa. Axir bu jinoyatchimiz juda ham sportni yaxshi ko'rar ekan, sport bilan shug'ullanishi. Xo'p, bu yoqqa yana rasm qo'yoqchi edim. Gantayl bilan shug'ullanib o'tiradi. Xo'p, mana qanaqa rasm qo'yoqchiman? Bu yoqqa gul qo'ysam bo'lar ekan. Ana gul qo'yib qo'yaman bu yoqqa. Mana bo'ldi do'stlar, havoyam kelib turadi, juda ham zo'r. Axir gul hammaga kerak-ku. Menga yoqyapti, lekin bu yerda hamma narsasi rasmdan tanlasa bo'lar ekan. Mana bunaqa cherim qo'yib qo'yamiz. Mana bo'ldi, kakra shu qamoqxonada rasmga tushdi. Bo'ldi, bo'lmasa hammasi tayyor bo'ldi. Men politsiyskilarni chaqirishga ketdim do'stlar. Politsiyskilar bu yoqqa kelib tayyor bo'ldi. Mana politsiyskilar jinoyatchi, baho beringlar, qalay chiqibdi? Xo'p, millisi bitta ichkarini ko'rsam bo'ladimi? Iltimos qanicha. Oh my god, wow, namuncha zo'r chiqqan, juda ham zo'r chiqdi-yu. Wow, bu yerda hamma narsalar bor ekan. Qarang, mana bitta gantaylar ham bor ekan. Men kuchimni mazza qilib ko'paytirar ekanman endi. To'xtanglar, qani bu nimaga xursand bo'lyapti? Qani biz ham bitta ichkarini ko'raylik-chi. Hop, qanicha. Oh, wow, rostdan ham juda ham zo'r chiqibdi-yu ichkarisi. Albatta zo'r chiqadi. Mana qaranglar, axir men obunachilar bilan hammani kerakli narsalar qilib qo'ydim-da. Voy, kompot, rahmat senga kattakon. Bu yoqqa men bilmagan yig'lagim kelib ketyapti deb boraman, nima qilishni bilmayapman. Bo'ldi. Jinoyatchi yig'lamagan. Endi politsiyskilar sizlar va'da beringlar, quchoqlab qo'yinglar. Politsiyskilar va'da beringlar. Hamma jinoyatchilarning xonasini endi shunaqa qilib chiqasizlar. Bo'ldi, men hoziroq xo'jayinimga telefon qilaman, aytaman, hamma jinoyatchilarga shunaqa xona qilib chiqamiz. Albatta, juda ham zo'r qilasizlar endi shunaqa qilib. Da, bo'ldi, men hoziroq xo'jayinimga telefon qilaman. Rahmat sizga kattakon. Bo'ldi, politsiyskilar sizlarga ham rahmat, jinoyatchi senga ham rahmat. Bo'lmasa menga ketishga ruxsat bersanglar. Bo'ldi, xayr, yaxshi yetib oling.
Xayr Kompot, yana bir marta rahmat sen kattakon, ko'proq kelib tur meni ko'rgani. Albatta jinoyatchi, ko'proq kelib turaman yoningga. Xayli bo'lmasa xayr hammanglarga yaxshi o'tiringlar. San jinoyatchi, charchama, zerikma. Men ketsam bo'lmasa qishlog'ingga yuborishim kerak edi. Bo'ldi, xayr Kompot, yaxshi to'g'ri, omad tilayman senga. Xayr, sizlarga ham hammanglarga omad tilayman. Bo'pti do'stlar, bo'lmasa sizlar bilan ham xayrlashish vaqti keldi. Xullas, men bugun eng xavfli jinoyatchini xonasini ta'mirlab berdim. Sizlarga yoqdimi? Like bosish, obuna bo'lishdan chiqmasa hammaga xayr hisob bo'linglar do'stlar.